Sizlarga hayotiy hikoyalarni so'zlab berishda davom etamiz. Ushbu dasturimizda o'z qizining o'limiga sababchi bo'lgan otani sizlarga aytib beramiz. Qotil ota qismati. Men 35 yildan beri taksichilik qilaman. Qish kunlarining birida uyimdan unchalik uzoq bo'lmagan joyda har kungi ishimni qilib yurgandim. Ko'zlarim nogoh chiroyli kiyingan, qaddi qomati kelishgan, biroq yuzlari juda ham tanish bir qizga tushdi. Yaqinroq borishga ahd qildim. Yaqinlashar ekanman, jondan aziz qizim. O'lganimda ortimdan ko'z yosh to'kuvchim ekanligi oydinlashdi. O'z qizimni tanimaganimdan uyalib ketdim. Aybimni yuvish maqsadida qizimni aytgan manzilga eltib qo'yishga qaror qildim. Biroq unga yetay deb qolganimda qimmat rusumli mashina qizim turgan joyga kelib to'xtadi. Farzandim taksi kutayotganga o'xshamasdi. Buning ustiga o'sha mashina ham kirakashlik kasbiga butunlay begona. Qizim bir so'z demay mashinaga o'tirdi va ular yo'lni davom ettirishdi. Ko'nglimda shubha-yu gumonlar bilan ortilaridan kuzata boshladim. Nihoyat mashina ko'p qavatli uy yoniga kelib to'xtadi. Ortidan sezdirmay kuzatib keldim. Ular uyning 4-qavatidagi xonadonga kirib ketishdi. Butunlay hayron bo'lib, ishonchsizlikka tushib qoldim. Keyin yana o'yladim, qizim dizayner bo'lgani uchun balki ish yuzasidan kelganmikin. Oradan yarim soat o'tdi, sabrim tugab o'sha qavatga ko'tarildim va eshik qo'ng'irog'ini chaldim. Birozdan so'ng eshikni yarim yalang'och ahvolda bir yigit ochdi. Yuragim yonib ichkariga otildim. Kirdim-u ko'zlarim nomusimni sotgan, ishonchimni yo'qotgan oqpadar qizimga tushdi. U aytishga til bormaydigan bir ahvolda yotoqda oppoq matoga o'rangancha badanini berkitishga harakat qilardi va tinmay yig'lab kechirim so'rardi. Ko'zim qonga to'lib o'zimni boshqara olmay stol ustida turgan pichoqni olib qizimning bag'ridan o'tdim. O'z qizimni o'ldirdim. O'sha mashina egasi, nonko'r haromi afsuski juftakni rostlab qoldi. Qo'limdan qon, ko'zimdan yosh oqardi o'shanda. Biroq qilgan ishimdan afsuslanmadim, chunki bag'rimda ulg'aygan qizim nikohsiz birovning og'ushiga kiribdi. Ota sifatida unga eng oliy jazoni berdim. Endi sovuq zindonda o'tirar ekanman, xayollarimda birgina o'y qolgan. Farzandlarim taqdiri nima bo'ladi endi? Ushbu hikoyadan ham o'zingizga kerakli xulosalarni chiqarib olasiz degan umiddamiz. Hurmatli o'zbegimning go'zal va lobar qizlari, siz otangiz, aka-ukalaringizning yuzisiz, or nomusisiz. O'zingizni o'ylamasangiz ham aka-ukayu ota-onangizni o'ylang. Kanalimizga a'zo bo'ling va sizlarni hayron qoldiradigan ma'lumotlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosing.